Assalomu alaykum hammaga. Bu Captiva'mizni dinam shkefi aylanib ketib qolgan. Buni yoki boshqa qo'yish kerak yoki o'zini svarka qilib, o'zini ya'ni ishlaydigan qilib holatga olib kelishda hozir birgalikda o'rganamiz. Gidravlika nasosni tekshiramiz. Gidravlika nasosni bo'shatib olganimizda 3 ta 13 lik bo'lib chiqadi. Va bo'shatib gidravlika nasosni bu yoqqa olamiz. Dinam ochildi. Dinamni bo'shatishimiz. 13 lik. Shkif ham o'ynab qo'ygan. Buni o'zini svarka qilib beramiz, xudo xohlasa ishlaydi. Bu holatda svarka bo'lishining sababi gazni tashlaganda ovoz chiqib ketadi, generatorga yakri oldinga intiladi, reme уже sekinlashgan bo'ladi. Shunda mana generatorning shkifidan ovoz chiqadi. Svarka qilinadi, xudo xohlasa doimgidek. Bismillahirrohmanirrohim. Shpilkasini chiqaramiz birinchi. To'g'ri. Chiqarib qo'yapmiz. Qo'yapmiz. Va tanishmasmiz biz. Asli ham dashib olsa-ya. Tortqo'ying. Shpilkasi yana 5 mm lik. Nima deydi? Uni postga qo'yamiz. Postga emas. Bergan uni. Uy, canım. Shunday tushyapti. Tushdi bo'ldi. Mana buni shkif tagiga bironta mantrubka bilan tepaga surilsa, pul tushmaydi-da, ancha-munchaga. Tepaga suriladi, keyin aytdan qo'lni solib, remeni sog'lanadi. Motor 75 76.